Yangi yılning yaqinlab kelgan paytlari bizning plan tuzishni eng yaxshi ko'radigan mezgilimizdir. Bo'libmi, koni yilda ishlari o'ngishli bo'lmaganlar, ko'ngilsizlikka uchraganlar uchun yangi yil yangi bir boshlang'ich bo'lib hisoblandi. Shunga 2020-yildagi falokatlardan qutulib, yangi yilga taqozo bo'layotganlarni tasavvur qilish qiyin emas. Yangi yillik plan tuzadiganlar ko'p bo'lgan bilan, uni haqiqiy amalga oshira oladiganlar odatda aran 9% bo'ldi ekan. Nurg'olganlari bir haftaga qolmagan vaqt ichida plandan voz kechdi ekan. Undaqda bizni yangi yillik plan tuzishga havaskor qilgan narsa nima? Uningdan shunchalik tez voz kechishimizga sabab bo'lgan narsa nima? Hammalarning peshidan mundaq bir ish o'tib baqqan bo'lishi mumkin. Uyqusiz kechida bugun nima ishlarni qilganingizni o'yladingiz. Kuningizning intayin ahamiyatsiz o'tganini his qilib, ichingiz siqildi. Sizni saqlab turgan bir muncha ishlar tursa, yana bir kunni bo'sh o'tkazayotganingiz uchun o'zingizga achchiqlandingiz. Ondan qat'iy niyatga kelib, ertadan boshlab kunlarimni ahamiyatli o'tkazman deb va'da berdingiz. Ammo ertangiz yana bugundan ko'p farqli bo'lmay qoldi. Mana bu saxta umidvorlik sindromidir. Ya'ni hech bir amaliy tirishchanlik ko'rsatmay turib, amalga oshirish qiyin bo'lgan ishlarni nishon qilib belgilash va o'zining shu nishonga yetgandagi holatini tasavvur qilish orqali qanoat tepish yoki andisini yeniltish xohishidir. Saxta umidvorlik sindromiga misol bo'la oladigan ishlar ko'p. Masalan, har mavsum boshlanganda yaxshi yugurish qilish maqsadida eng chiroyli daftarlarni yig'ib setib olganlar bor. Ammo u daftarning ichki beti ishlatilgandan keyin tashlanib qolgan ahvollar ko'p bo'ldi. Yana ba'zilar kitob o'qiyman deb bir muncha kitoblarni setib olib tizib qo'ydi. Kitoblarmi tizilgan yerda shu bitib qoldi. Yana eng jiq ko'riladigan bir misol bo'lsa, o'ruqlash uchun ertadan boshlab hech nima yemaslik qaroriga kelganlar bo'ldi, ammo ularmi 2 kun sinagandan keyin niyatidan voz kechdi. Atrofimizga qarasak, bundaq misollar intayin ko'p, ammo hech birda amaliy harakat yo'q. U faqat xiyol orqali o'z-o'zini yaxshi his qildirish usuli xolos. Diqqat qilsangiz, bundaq planni ko'p tuzimiz, ko'p mag'lub bo'lamiz. Yana uzun o'tmay qayta boshlaymiz, ammo hech qanday o'zgarish hosil qilolmaymiz. Undaqda qanday sharoitda saxta umidvorlik sindromiga giribdor bo'lish ehtimolligimiz yuqori bo'ldi? Hozirgi ahvoldan norozilik va tushkun kayfiyat muhim sabablarning biri. Chunki bundaq vaqtlarda tezroq hozirgi nachar ahvoldan qutulishga aldiraymiz. Ammo bu aldiroqsonligimiz va hissiyotchanligimiz amaliy plan tuzishimizga to'sqinlik qilib qo'ydi. Odatda hissiyotga tayinib chiqarilgan qarorning umri uzun bo'lmaydi. Chunki u hissiyot o'tib ketgandan keyinla harakatlantirish kuchi qolmay qoldi. Yana birsiga o'zimizning iqtidoriy, sharoitimiz va tiklangan nishonning biz uchun qanchalik qimmatga ega ekanligi haqida o'ylashmayli qaror chiqarganligimiz uchun bak abstrakt va bak cho'ng nishon tiklab olamiz. Uni qilishga kirishganimizda o'ylaganimizdan ko'p qiyin bo'lganini his qilamiz va tezla voz kechamiz. Shuningdan e'tiboran nishon belgilash, 2 kun sinab beqish, undan voz kechishdan iborat oyog'i chiqmas yo'lga kirib qolamiz. Undaqda qanday qilib bundan saqlana olamiz? Birinchidan, ishni kichikdan boshlash va qisqa muddatli plan tuzish. Chunki har bir kichik qadamni tugatgandan keyingi muvaffaqiyat tuyg'usi sizning olg'a ilgarilashingizda turtkilik rol o'ynaydi. Ikkinchidan, sizga to'sqinlik qilish ehtimolligi bo'lgan har qanday narsani ijroq turish. Bu bir shay yoki bir odam bo'lishi mumkin. Irodangizni sundiradigan narsalardan o'zingizni qochirishni bilishingiz kerak. Ondan qilmoqchi bo'lgan ishingizni eng ko'zga cheliqadigan, qo'lga eng yaqin holatda o'rinlashtiring. Masalan, kitob o'qishni planlaganingizda kitobingiz yiningizdan ayrilmasin. Uchinchidan, planingizni boshqalar bilan o'rtoqlashing. Bu jarayonda planingizni yana bir qaytim ko'zdan kechirgan bo'lsangiz, planingizni o'rtoqlashgan odam sizning nazoratchingiz bo'la oladi. Yig'inchoqlaganda saxta umidvorlik siz orzu qilgan yangi bir boshlang'ich emas. U faqat andishingizdan qutulish uchun topgan vaqtlik tasalliringiz xolos. Har qanday bir nishonga yetish uchun tizimlik kifoya qilmaydi. Uning uchun iroda va tirishchanlik kerak bo'ldi. Qo'l tiqib ishlashga to'g'ri keldi. Harakat bo'lmaguncha barakatmi bo'lmaydi. Shunga nishonlarimizga yetish uchun ertani yoki yangi yilni saqlamasdan bugun chamimiz yetgan ishlardan boshlaylik.